Yana bir kere barcha yurtdoshlarimizga yangi kun muborak bo'lsin deymiz. Jizzax telekanalida Suhbat musiqiy tongi dasturini tomosha qilmoqdasiz. A'lo kayfiyat bilan dasturimiz davom etar ekan. Ayni vaqtda studiyamizga mehmonlarimizni taklif etishga ulgurdik. O'tgan gal hali uzoq bo'lgani yo'q. Aynan viloyatimizdagi Jizzax viloyat qo'g'irchoq teatri madaniyat demak xodimlarini biz taklif etib, ular bilan ajoyib jarayonlarni o'tkazib, spektakllar, o'ziga xos bo'lgan asarlar taqdimoti haqida suhbatlashgan edik va ular so'zlarini oxirida bilasizmi Jaloliddin, hali yangiliklarimiz bor, hali yana kelamiz. Chunki oldinda bizni yaxshi bir safar kutyapti deb aytib o'tishgandi. Mana shu safar taassurotlarini bugun bilish maqsadida studiyamizga ularni taklif etganmiz. 21-27 noyabr kunlari Jizzax viloyat qo'g'irchoq teatri madaniy hamkorlikning yangi bosqichi bilan Dog'istonda aynan ijodiy safarda bo'lib qaytishdi. Studiyamizga shu jihatdan aynan mana shu teatrda xizmat qilib kelayotgan va aynan mana shu safarda o'zlarini yaxshi taassurotlar bilan qaytgan ijodkorlar Toshpo'lat aka Islomov hamda Shuhrat aka Eshonqulovlarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz yana bir kere. Xayrli tong. Nafaqat mana ijodiy, balki shu qaysidir ma'noda ma'naviy demak sayohat ham deyishimiz mumkin. Ketma-ket yutuqlar, ketma-ket sayohatlar bu albatta insonni ko'zini quvontiradi. Keling, o'sha safar demak taassurotlarini o'rtoqlashsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Avvalambor Oynajahon orqali bizlarni ko'rib turgan aziz muxlislarimiz, yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Tonglaringiz xayrli bo'lsin. Safar haqida gapiradigan bo'lsak, juda zo'r o'tdi safarimiz. Ilk bor birinchi marta Jizzax viloyat qo'g'irchoq teatri Dog'istonning Maxachqal'a shahrida bo'ldik. Bu yerda spektakl ko'rsatdik. Ular juda yaxshi iliq kutib olishdi. Qaysi asar bilan ishtirok etdilaringiz? Ustozimiz, rahmatli rejissyorimiz Abduvohid aka Xo'jayev sahnalashtirgan Tomoshada tomosha spektakli bilan bordik. Uni qayta tikladik, ozroq u yoq bu yog'iga sayqal kiritdik. Qo'limizdan kelgancha shu spektakl bilan borib keldik. Spektaklimiz asosan bizda o'zbek milliy termalarimiz, folklorlarimiz shulardan iborat. Ularga juda yoqdi. Ular juda yaxshi qabul qilishdi, tomoshabinlar juda yaxshi. Shuhrat aka, sizdagi taassurotlar qanaqa? O'zi studiyaga kirib kelganingizda har ikkingiz ham kayfiyatingiz ancha yaxshi. Aynan safar haqida gap ketganda shu dam olishga ham yaxshi vaqt bo'libdi, sayohat uchun esa alohida fursat, to'g'rimi? Albatta, o'z safar davomimizda dam ham oldik. Demak, ikki davlat qo'g'irchoq teatrlarini madaniy sohasini yanada rivojlantirish maqsadida mana shu teatrlar o'rtasida madaniy aloqalarni bog'lash, hamkorlikni bog'lash maqsadida mana shu memorandum tuzildi. Jizzax viloyat qo'g'irchoq teatri bilan Dog'iston davlat qo'g'irchoq teatri. Demak, shu maqsadda biz Dog'iston Respublikasining Maxachqal'a shahrida bo'ldik. Dog'iston qo'g'irchoq teatrida. Yaxshi qo'g'irchoq teatrimiz yaxshi qabul qilishdi bolajonlar, Dog'istonlik. Albatta, Dog'istonlik bolajonlarimiz ham juda yaxshi qabul qilishdi buni. Chunki o'zimizning milliy urfda qilingan, sahnalashtirilgan bu spektaklimiz ichida hamma narsasi bor. O'zimizning milliy kuylarimiz, o'zimizning milliy raqslarimiz hamda terma raqslar, folklor ichiga aralashgan hamda mana bu o'zimizning milliy qo'g'irchoqlarimiz. Spektaklda qaysi tilda namoyish qilindi spektakl? Rus tilida. Albatta rus tilida. Demak, muammo emas. Qarang, hozir gap borda, mana aktyorlik sohasida sizlar mana sahnaga chiqilgan miltiq otilmasa bo'lmaydigan bir gap borda. Men bu yerda adashmasam, xotiram pand bermayotgan bo'lsa, Nasriddin afandi boy hamda uni eshagini ko'ryapman-da. Keling, juda sezgir ekansiz. Qahramonlarni tanimay turganini Jaloliddin. Men tanib qo'ydim, qarang. Keling, shu demak qahramonlarni nimadir tuzib bera olamizmi? Improvizatsiya ko'ramizmi yoki ma'lum bir asardan parchani ko'ramizmi? O'sha aynan Dog'istonga borib kelgan qahramonlarimizni o'zlari ko'rsatgan tomoshasidan bir parcha ko'rsatib beramiz. Juda ham yaxshi qizi. Kadr ortida ham suhbatlashayotganimizda mani bilishim bo'yicha mana bu yoq ham sal qo'g'irchoq
nimasiga qiziqadilar. O'shaning uchun bizda bitta odamimiz kelish kerak edi, kelmay qoldilar. Shuning uchun mana shu eshikdan hangrab turasiz. Hangrab turasiz. Juda ham qiziq. Lekin bunaqa qobiliyatim yo'q shekilli. Bu demak tursangiz bo'ldi. o'sha Ushlab tursam bo'ldimi? ushlab tursangiz bo'ldi. Xo'ja Nasriddinni eshak sotish sahnasi bozorda. Bozorda. O'sha tomosha spektaklidan parcha. Albatta rus tilida bo'ladi. Rus tilida. Aha. Эй! Налетай, народ, свой огород! Половина сахар, половина мед! Ой, что я говорю? Продаю своего осла! Это не осел, это птица-сокол! Красив, как газель! А если вдруг как запоет, то соловья перепоет! Эй! Покупайте, люди, задешево отдам! Эй! Салам алейкум, Хаджа Насреддин. Алейкум салам! А вы не перехвалили своего осла, а? Что вы говорите? Смотрите, как он прекрасен, красив, как газель, сильный, как слон. А если вдруг как поскочит, то и коня перескочит. Да ладно. Да, А сколько просите за ослика? всего лишь 5 золотых монет. Что? Да. 5 золотых? Я вам дам 2 серебряных монет. Ну что, по рукам? Нет, так не пойдет. Только 5 золотых. Давайте руку. Вот. 5 золотых. 2, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 5. ой, 5. Я согласен. Вот и хорошо. Эй, 5 золотых продано. Ой. Берите. Пропали мои денежки, пропали. Крохобор, мошенник. Что? Я говорю спасибо. Смотрите. Берите. Ну, пойдем, дорогой, пойдем. Иди, дорогой. Ajoyib. Endi hozir bu eshakmi shunaqada? Birinchi eshik. Xo'tikcha. Ovozlarini o'xshata olmadim endi, uzr endi. Lekin har maqtaganingizda bundoq qo'shilib ketasizmi lekin. Baribir o'sha boyga o'zini aytgan narxini O'sha yerga o'tkazmaguncha. Shunday o'zini aytgan narxida sotadi, keyin eshakchasi qochib kelib qo'yadi, xullas Shuni. pulga tushiradi. O'zi Nasriddin afandiga demak xos bir xususiyat bu ham Shunday, qaysidir shunday. o'zini aytganini bildiradida. Juda ham ajoyib. Endi yana qaysi spektakllar ustida ishlayapsizlar, boshqa o'tiryapsizlar? Bari ijodkor tinmasdan yangi spektakllar, yangi ko'rinishlar. Spektakllarimiz ko'p. Endi Xudo xolasa niyatimiz mana shu spektaklimizni nainki rus tilida, o'zbek tilida o'ynaymiz. Rus tilida o'ynab mana olqishlarga sazovor bo'lib keldik. Endi qo'limizdan kelgancha ingliz tilida tayyorlamoqchi bo'lyapmiz. Chet tilida, xudo Chet xolasa, tilida, o'sha ingliz tilida. Xalqaro til bo'lib turibdi hozir ingliz tilimiz. Yana ham boshqa davlatlarga bemalol labbay deb Chekka. chiqishga harakat Ilk qilmoqchimiz. qadamlar tashlanganmi Xudo o'sha xolasa, demak albatta. tarjima qilishlar? Albatta. O'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilish jarayoni qanaqa bo'ldi? Kimlar yordamida? Albatta. Chunki bilasiz, har bitta bir fikrni boshqa bir tilda to'laligicha tomoshabinga yetkazish uchun to'g'ridan-to'g'ri tarjima ketmaydi. U yerda albatta ijodkorning yondashi kerak bo'ladi. Shu jihatdan endi qiziq men uchun aynan shu tarjima jarayonlari qanaqa kechdi, kimlar yordam berishdi? Tarjimani men o'zim Rizan davlat universitetini bitirib kelganman, Rossiya davlatida rus tilidan o'zbek tilidan rus tiliga o'zim tarjima qilganman. Qolaversa Shuhrat yordamlashib nima qilib birgalikda Endi shu xalqona tilga boya aytganingizdek xalqona Bolalarga yetib boradigan til bolalarga bo'lishi yetib boradigan qilib tarjima qilganmiz. Juda qiziq. Bu spektaklimizda Kachal polvon Bichixon ham bor, dorvozlar bor, cho'poyoqlar degandek. bor. Hammasi birlashganda. Endi hozir mana aytib o'tishimiz kerak Shuhrat aka,
Toshpo'lat aka, bugun zamon juda ham shiddat bilan o'zgarib boryapti-da. Oddiygina misol ko'radigan bo'lsak, biz bolaligimizda juda ham ko'p multfilmlar yoki bo'lmasam teatr tomoshalariga borib, har bitta qahramonni garchi u haqiqiy bo'lmasa ham biz haqiqiydek qabul qilib tomosha qilardik diqqat bilan. Lekin endi bugun bolalarda o'sha biz tomosha qilib katta bo'lgan Qunduz bobo ertaklari deymiz yoki bo'lmasam aka-uka Grimlar, mana shu multfilmlarni qo'yib bersak, hozir ular uchun biroz qiziqmasdik. Ularda zamonaviy qarashlar birozgina farq qiladigandek-da. Lekin teatrda ularni to'laligicha ushlab turish, ularni e'tiborini tortish, qiziqtirish qay darajada oson yoki qiyin bo'lyapti. Umuman olganda shu yaqin yildagi kelajakni qanaqa tasavvur qilyapsiz hozir sohada? Juda ham qiyin, to'g'ri aytasiz. Bizda hozir shiddat bilan boya rivojlanib kelyapti zamon. Ayniqsa Android boyagi smartfonlar, gadjetlarda o'sha ijtimoiy tarmoqlarda masalan juda ham qiyin. Bizani bolalarni qo'g'irchoq teatr bilan ushlab turish juda ham qiyin. Chunki ana shu boya aytganimdek telefonlar xalaqit qilyapti. To'g'ri, telefonlarda ham juda ham ko'p anaqalar bor endi. Foydali kontentlar topsa bo'ladi. Qiziqish qolmayapti hozirgi qo'g'irchoq teatrlariga. Lekin biz harakat qilamiz, baribir o'sha bolalarni nimasi bo'yicha, fikri bo'yicha yurishga, o'ylashi bo'yicha shunga qarab spektakllar ishlashga harakat tanlanadi, shunga qarab. Zamonaviy trendlardan balki foydalanishga harakat qiladi. Balkim bizda ham endi rivojlanib kelyapti, xudo xolasa o'sha nima deydi? intellektual sun'iy intellekt kirib kelyapti, xudo xolasa. Buni ham harakat qilamiz. Qo'rqish yo'qmi mana Shuhrat aka, Toshpo'lat aka, qiziqish, qo'rqish yo'qmi? Balki bu teatr tomoshabinlarsiz qolib ketishi mumkin degan kelajakda. Uning uchun baribir yangi izlanishlar, yangi bir choralar ko'rish kerak. Shunaqa xavotirlar asosida nimadirlar o'ylanyaptimi, fikrlar? Albatta. Qaysi bir darajada qo'rquv ham bo'ladi. Qo'rquv bu ijodiy nimada qaralsa, yana ham tomoshabinni nima qiziqtiryapti, hozirgi bolalar nimaga qiziqadi, iloji boricha shu tomondan yondoshishga harakat qilamiz biz ham. Shunday. Keyin yana bir narsa bor, qachonki aktyor qiladigan ishiga o'zi ishonsa, tomoshabinni ham ishontira oladi deymiz. Shuning uchun o'zimiz ustimizda juda ko'proq ishlashga, yana ham mehnat talab qiladi. Shunday. Bolalarni ishontirish juda qiyin. Lekin harakat qilamiz, biz ham bola bo'lganmiz. Bizlarni qanday ishontirgan bo'lishsa, shunday ishontirishga harakat qilamiz. Lekin mana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak-da. Yuqorida aytib o'tdingiz, teatr o'z muxlislarini yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaysizmi degan bir ma'nodagi savolni berdingiz va harakat qilyapmiz deyildi. Bu savol demak 10 yil oldin ham qo'yilganda taxminan. Lekin har doim har bir davrda teatr, umuman teatr, qo'g'irchoq teatr bo'ladimi, drama teatri bo'ladimi, har doim o'zini muxlislarini topib kelganda va bundan keyin ham o'ylaymanki topib keladi. Chunki baribir bu tabiiylik o'zini o'rnini hech qachon yo'qotmaydi. Mana hozirgi kunlarda ham Toshkentda ham, nafaqat Toshkentda, balki o'zimizning viloyatda ham qo'g'irchoq teatrlarga boramizmi, balki drama teatrlarga boramizmi, o'zining muxlislari bor. Hech bir bo'm-bo'sh holda spektakllar taqdim qilinmayapti-da. Deylik, har bir teatrda premyera bo'lyapti degan deyilgan bir ma'noda xabar bo'lsa, to'lib ketadi. Bolalar bilan, kattalar bilan qiziqish bo'ladi. Shaxsan o'zim ham hozirgacha ham o'sha qo'g'irchoq teatrga goh-gohida tushib turaman va bu juda ham qiziq. Bu ijodkorlarni qaysi ma'noda ko'rsatayotgan bir mehnatlar evaziga. Albatta, ijodkor deganingizga, ijodkor o'zi misol uchun aynan bir sohani egalladimi, deylik, aktyor bo'ldimi, katta ehtimol bilan u aktyor she'r ham yoza oladi. Bir shoir bo'ldimi, balki u qo'shiq ham hirgoya qila olar. Hozir biz ham studiyamizga mana shunday ijodkorlarni taklif qilganmiz. Toshpo'lat akamiz nafaqat o'sha balki qo'g'irchoqga ovoz berib aktyorlik qila oladilar, balki chiroyli bir ovozlari ham bor. Hirgoyani ham menimcha agar o'zlari joyiga qo'yadilar, eshitsak. Bu taklifingiz kutilmaganda bo'ldi, harakat qilamiz. Shaydodim g'amga to'lganday, majnunlara hamroh bo'lganday, shaydodim
g'amga to'lganday majnunlara hamroh bo'lganday Karbalo dashtida yonganday azob chekdim hijronlaringdan Oydod. Karbalo dashtida yonganday azob chekdim hicranlarından keng jahonni zulmat o'radi mag'rur boshli tog'lar quladi keng jahonni tog'lar quladi Mağrur başlı tağlar kuladı Derya dengiz küller tuladı Gözden akan mercanlarımdan Derya dengiz küller tuladı Gözden akan mercanlarımdan Judayam go'zal ekan. Ajoyib. Ajoyib juda. Ochilmagan qirralaringiz ko'p ekanda, Judayam Toshkentdagi bugun go'zal. ochamiz ekan bugun. Albatta qarang. Sizni og'zingizni kimgadir o'xshatishganmi yo'qmi oldin? Kimgadir o'xshatdim. Ortiq Otajonovdan nafasi kelyapti-da. Yoki adashdimmi? O'xshatishganmi hech? Ko'p o'xshatishadi. Yoki ustozlik qilgan joylari bormi yoki Ortiq Otajonov? Ustozingizmi? degan bir xayollar ham keldi. Oybek Sobirov. Ustozim Og'abek Sobirov. Ha, o'sha Xorazmning nafasi borda. Mayli hozir yana bir narsa so'rasam, umr o'tar, vaqt o'tarni ozginagina bir bandini xirgoyi qilib bera olasizmi? Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Omad o'tar, baxt o'tar. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan seni kulishlaring, seni yurishlaring, seni yurishlaring. Ajoyib qo'shiq, ajoyib ijro va haqiqatan ham ijodkorlar har jihatdan iqtidorli bo'lishar ekanda, Shuhrat aka. Albatta. Sizda qanaqa ochilmagan qirralaringiz bor? Ijodi bo'lmasa, u teatrda ishlab nima qiladi? Shunaqa. Sizlarchi, siz yana ayni mana shu teatr aktyorligidan tashqari yana qanaqa bir yo'nalishlarga qiziqasiz? Yashirin bir qobiliyatlaringiz? Bizda mana shu teatr bilan bog'langan. To'g'ri, endi teatrga ishlagan odam, teatrda ishlagan odam, aktyor ham qo'shiq aytishni bilish kerak, ham raqsga tushishni bilish kerak. Buni o'zi bo'lmaydi. Ham aktyorlikdan ozgina dramatikskiy, ham qo'g'irchoqdan bo'lish kerak. Shunday. Dog'iston haqida fikrim boshqacha. Juda ham mazza qildik. O'ziga xos bir tabiat, o'ziga xos bolajonlari yaxshi qabul qilishdi. Ularni mehmon do'stligini aytmaysizmi? Umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Juda ham mazza. Hurmati baland. Hurmat, juda ham hurmat qilishdi. Yaxshi kutib olishdi mehmon do'stligi bilan. Bizda katta taassurot qoldirdi. Dog'iston bilan aynan shu O'zbekistondagi aynan shu Jizzax viloyatidagi teatr muhitini qanaqa bir farqli jihatlari bor ekan? Nimalarni biz ham ulardan olib kelsak bo'lar ekan, shuni qo'shsak bo'lar ekan, o'rgansak bo'lar ekan degan to'xtamlarga keldingiz. Albatta, qo'g'irchoq teatrlar ijodiy hamkorlikda bo'lgandan keyin bizni bu
o'rganishda o'zi bir-biri bilan fikr almashish, malaka oshirish, o'sha teatrlar bilan, aktyorlari bilan. Birinchi o'rinda bizda mehmondo'stligimiz o'zbekona bo'lgan bo'lsa, avval ular kelishdi bizlarga. Oktyabr oyida dog'istonlik hamkasblarimiz kelishgan edi. Ular ham juda maza qilib berdi. O'zlarini spektaklini qo'yishdi. Yo'q-yo'qlarga tomosha qilib, Samarqandlarni ko'rib kelishdi. Juda katta taassurotlar qaytishgan edi. Salomga yarasha alik deydi o'zbekona nimamiz bor. Ular ham bizni xuddi shunday bizdan-da yuqoriroq kutib olishga harakat qilishdi. Saviyada, yuqori saviyada. Albatta unga erishdi, ular ham juda chiroyli kutib olishdi bizlarni. Hurmatga sazovor bo'lishdi. Aynan milliy narsamizni olib borganimiz ham bizga juda katta yutuq bo'ldi. Juda katta yutuq bo'ldi. Endi ularga solishtiradigan bo'lsak, bizning teatrimiz hali yosh. Ularning teatri bu yil 85-chi mavsum ochilishi bo'lgan ularda. Bizlar ularni teng yarmidamiz. Shunday. Lekin shunday bo'lsa-da, ularni tomoshabinlarini ko'nglida joy qoldik. O'zlari ham, rejissyorlari ham, umuman teatr aktyorlari yu kimki bo'lsa, hammasi teatrdagi ijodkorlar juda ham katta baho berishdi bizlarga. Vazirlikdan kelishdi, o'zlaridan sovg'a salomlar deganday. Va eng muhimi shu o'zlarini tillarida o'zbekcha qanaqadir bir tomoshani me'yorga yetkazib ijro qilinganiga guvoh bo'lishdi. Bolajonlar taassurotlar a'lo darajada ular. Endi bizlarning folklorlarimiz ularga notanish emas. Masalan, bizlar Xo'ja Nasriddinimiz ularda ham bor. Ular Mulla Nasriddin deyishar ekan. Mulla Nasriddin deydi. Bizlar Xo'ja Nasriddin deymiz. Xo'ja Nasriddin. Bizni dorvozlarimiz ularda ham bor. Lekin bizda ijromizda qanaqa bo'ldi, ularda ijrosida qanaqa bo'ldi, solishtiruv bo'ladi albatta. Balkim solishtiruv shunday. Juda ham ajoyib. Mana shunday yutuqlar bardavom bo'lishi, yuqorida aytib o'tganingizdek, o'sha milliyligimizni olib borib, o'sha tomonlarda qo'yishligimiz ham qaysidir ma'noda bu bizning yutug'imiz. Juda ham go'zal. Spektakllar agarda shu o'rinda qanday spektakllar bor, bolajonlarni qayerga taklif qilamiz bo'lsa, o'sha so'z yakuni sifatida bir taklif bilan ya'ni oldinda bizni qanaqa asarlar kutmoqda, bolajonlarimiz uchun yangiliklar bo'lsa, hozir ota-onalarimiz tomosha qilishyapti. Va qachon mana qishki ta'til yaqin, bir necha kundan so'ng boshlanadi. Shu o'rinda bir taklif ma'nosida bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Mana bolajonlar ham ko'rishyapti, ular ota-onalari ham. Spektakllar ishlanyapti. Mana xudo xolasa yangi yil ham yaqinlashib kelyapti. Yosh rejissyorimiz Timur Rahmatullayev tomonidan bir yangi yil shousi repetitsiya jarayonida hozircha sir bo'lib qoladi. Xudo xolasa yaqin kunlarda uni ham e'lon qilib qolamiz. Shanba kunlari spektaklimiz bo'lib o'tyapti. Soat 11 da va 14:00 da. Ikki seansda demak. Ikki seans. Spektakllarimiz. Spektakllar teatrda to'xtamaydi. To'xtamasdan bardavom bo'lsin. Spektakllarimiz talablarga binoan spektakllar ham qilib beramiz, xudo xolasa. Mana rus tilida spektakllarimiz bor, o'zbek tilida spektakllarimiz bor. Yaqinda siz qish mavsumiga mos keladigan spektakllarimiz bor. Men o'zim bir spektakl yaqinda sahnalashtirdim. Aktyor bo'lsam ham rejissyorlikka qo'l urdim. Rus xalq ertagi bo'ri va tulki, rus tilida bitini biti va vizyor. Shaxsan o'zingiz boshchiligingizda o'zim nima qilganman, sahnalashtirdim. Uni ham rus tilida, ham o'zbek tilida ijro qilishadi. Mana bu spektaklni ham qo'ldan kelgancha o'zim tikladim. Shahodat opa, glavniy rejissyorimiz yordam berdilar. Boya aytganimdek, ozgina xotirlab oldik. Abduvohid aka Xo'jayevni, u kishi birinchi bo'lib bu spektaklni sahnalashtirganlar. Avval Amerikani ko'rgan bu spektakl, Hindistonga borgan. Shaxsan o'zim Abduvohid akani yo'llarida ishlaganman. Qozog'istonga borganmiz bu spektakl bilan. Mana Dog'istonni ham ko'rib keldik. Mana Dog'istonni ko'rib keldik. Nasib bo'lsa butun dunyo yuzini ko'rsa ham ajab bo'lsin. Hali oldinda yaxshi bir alaqalar bor, rejalar bor, yana memorandum tuzish niyatlarimiz bor. Xudo xolasa
Bundan tashqari chet eldagi festivallarda ham ishtirok etish Qatnashish. niyatimiz bor. Albatta sizdan yaxshi yangiliklar kutib qolamiz. Bugun endi suhbatdan juda ham xursand bo'ldik. Yangiliklar ko'p. Umuman olganda mana hafta oxiriga keldik. Dam olish kuni bolajonlar bilan qanday vaqt o'tkazishni istayotgan ota-onalar bo'lsa, albatta hech bo'lmaganda bir marotaba bo'lsa ham shaxsan o'zingiz bilan birgalikda aynan mana shu teatr tomoshalarida bolajonlaringiz ishtirok etishini ta'minlang. Bugungi tashrif uchun, suhbat uchun alohida rahmat aytamiz. Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin va albatta teatr jamoasiga bizning nomimizdan salomlarimizni yo'llab yetkazib Albatta, qo'yasiz albatta. va sizdan yaxshi yangiliklar kutib qolamiz.